Assalomu alaykum, azizam. Salomatmisan? Sog'liging, tinchliging, xotirjamligingni bilish meni xursand qiladi. Alhamdulillah. Oila, farzandlar, uy va ish tashvishlaridan ortib, maktublarimga javob yo'llaganing uchun rahmat aytmoqchiman. Bilasanmi, hayotda oliy maqsadi yo'q inson o'zini turli ko'ngilxushlik bilan chalg'itishga harakat qiladi. Bugun men sendan muhim bir savol so'rayman. Sening ayni damdagi maqsading nima? Yaqin kanalida o'tkazilgan rasmga ta'rif tanlovlaridan birida Ummu Muhammad Yusuf singlimiz yozgan ushbu baytni yon daftarchamga saqlab qo'ygan edim. Kel, sen ham bir tinglab ko'r. Maqsad nima? Yashamoqlikdan nafas olmoq ne uchun muhim? Yasholmay gohida qilamiz faryod, ha, qattiq qo'rqamiz, kelsa gar o'lim. Bolamiz sho'xligi jondan to'ydirar, farzandsiz yashashni istamas ko'ngil, yorimiz ba'zida qattiq kuydirar, lek yomon yorni ham qizg'onadi dil. Vatanni ayblaymiz sharoitlarin, ammo uzoqlarda kemtiklik bordek, dunyoni ayblaymiz urush janjalin, uyimiz doimo sokin bo'lgandek. Ayblaymiz bari-barini, harakat ham qilmoq kerakdir bizga, ilm, taqvo, hurmat, husni xulq bilan nur olib kelamiz hayotimizga. Alloh buyuk deya, u birdir deya, shahodat keltirdik, bo'ldik musulmon. Kofirni ayblaymiz mo'minman deya, lekin xulqimizda mo'minlik gumon. Hayot to'lib ketdi fahshu zinoga, shukursiz tanayu g'iybat ig'voga, riyoga qorishib ketdi amallar, gunoh har lahzada o'ziga chorlar. Haj, umra, tahajjud, ehsonlar go'zal, Robbimiz buyrug'in bajarmish qullar. Yig'lashar holimiz ko'rsa ashoblar, ro'zasin ayoli bilmagan zotlar. Yozaman aybimni o'zimdan bilib, holimga achinib, ustimdan kulib, gunohdan qoraygan qalbimga qarab, ya Shafi o'zingdan ofiyat so'rab. She'rni o'qib berar ekanman. Alisher Sultonxo'jayevning quyidagi misralari yodimga tushdi. Umr ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi. U bekorga berilmaydi. Undan unumli foydalanib qolish kerak. Maqsad derkanmiz faqat kayfu safo, ayshu ishrat, o'yin kulgi yoki tirikchilik, uy qurish, qimmatbaho avtomobillar orttirish, to'yu tomosha, turli marosimlar, ziyofatlar, gap-gashtaklar, choyxonalar va bolalarning ortidan esa nabiralarning kelajagini qurish ketida yelib, yugurib, umrni o'tkazish tushunilmasligi kerak. Balki ilm, ibodat, ezgu amallar, o'zgalar qalbiga surur olib kirish, odamlarni xursand qilish, xayru saxovat kabi oliy maqsadlar sari harakat qilish maqsadga muvofiqdir. Bu dunyo bizning haqiqiy uyimiz emaski, bor budimizni qasrlar qurishga sarflasak. Odamlar yuqoridagi kabi ishlar uchun butun umrini, sog'ligini sovurib yuboradi. Bolam, chaqam deb baxil va xudbin ham bo'lib qoladi va qanday aldanayotganini bilmay qoladi. Alloh taolo mollaringiz va farzandlaringiz bor yo'g'i fitnadir deya marhamat qildi. Tag'obun surasi
15-oyat. Ko'p yaxshi odamlar boyishdan avval yaxshi niyatlarini oshkor qilib, Alloh menga boylik bersa, unday qilaman, bunday qilaman, falonchiga bunday yaxshiliklar qilaman deya katta maqsad qiladilar. Ammo vaqt o'tadi, ular sekin-asta boyiydi, biroq ko'p va'dalar esdan chiqadi. Sekin-asta boylik bilan kibrlanishga, man qilishga o'tib qolayotganini bilmay ham qoladi. Mana shu molning fitnasidir. Bora-bora u inson o'z boyligining qo'riqchisi va xizmatkoriga aylanib qoladi. Avval maqsad ko'p pul topish bo'lsa, unga erishilgach, endi ularni qanday qilib yanada ko'paytirish va ushlab qolish keyingi bosqichga aylanadi. Shu tariqa mol kishiga xizmat qilish o'rniga, kishi o'z molining xizmatchisi bo'lib qoladi. Hadisi sharifda Nabiy sallallohu alayhi va sallam dinor va dirham quli halok bo'lsin, ya'ni badbaxt bo'lsin deganlar. Nima uchun dinor va dirham quli deb aytilyapti? Chunki bunday insonning butun dardu g'ami mol dunyosini ko'paytirishdan iborat bo'lib qoladi. Butun e'tiborini shunga va faqat shunga qaratadi. Hayotini moli dunyo ko'paytirishga bag'ishlaydi. Sarvat hosil qilgach, uni avaylash, ko'paytirish, saqlash uchun mehnat qiladi. Natijada mol uning emas, u molining xizmatkori va quliga aylanib qoladi. Bunday tubanqullikdan Alloh panoh bersin. Bu insonning baxtsizligi nimada? Hadisda dinor va dirham quli baxtsiz bo'lishi aytildi. Chunki inson uning ajalidan yaratilgan narsani unutib, o'z shahvatlari, hirslari va ochko'zliklari ketidan yugurib, mol to'plashga umrini bag'ishlasa, albatta oxir oqibat baxtsiz bo'ladi. U bu dunyoni oxirat ekinzoriga aylantirishi kerak edi, ammo aksini qildi. Oxirat evaziga bu dunyoni tanladi. Garchi buni oshkora tan olmasa ham, ammo uning amali va aylanib qolgan holati shunga dalolat qiladi. Bunday inson baxtsiz bo'lmay, kim baxtsiz bo'lsin? Xo'sh, inson uning ajlidan yaratilgan narsa nima edi? Allohni tanish, unga ibodat qilish, Allohning ne'matlariga shukr keltirish, bandalariga ezgulik qilish. Alloh taolo uning qarshisiga ehtiyojmandlar, qalbi siniqlar va boshqa xil xastalar yordamga muhtojlar ko'rinishida o'z elchilarini chiqardi. Ammo u allaqachon o'zgargan va man qiluvchi bo'lib qolgan edi. Odamlarning hojatini ravo qilish tugul ulardan berkinib ham olar, yetishib bo'lmas insonga aylanib qolgandi. Azizam, bugungi maktubimni yana yuqoridagi savolimni takrorlash bilan yakunlayman. Sening ayni damdagi maqsading nima? Hayotning har lahzasida oliy maqsading bo'lsin. Xoh til o'rganish, xoh Qur'on yodlash, xoh biror kitob mutolaasini tugallash, xoh yomon odatlaringdan voz kechib, yaxshi odatlaringni kundalik hayotga tatbiq qilish. Hayotda har doim maqsading bo'lsin. Unutma, biz qalb diyoriga safarga otlandik. Safar mashaqqatli, ammo men seni manzilda kutaman.